Do'stim, yaxshimisan? Ishlaymi chaqirgan ekansan? Hey, ochdan ko'rmaysanmi? Muammolarim ko'payib ketdi. Opam bilan bolalar ham chiqisholmay qolgan ekan. Xullas, opamni haydab yubordim. Qo'yi, yasha do'stim. Opangni haydab chiqarib yubordingmi? Shunaqa bo'ldi. Opangni bolaligida senga qilgan mehnatini bilarmiding? Tushunmadim. Bolaligingga bir qaytib ko'rsang, opangni sen uchun qilgan mehnatlarini bilarding. Sen eslayolmasing mumkin. Kichkinaligingda og'zidagini yulib, senga yegizgan ham o'sha opang bo'ladi. Onang kasal bo'lib yotgan paytlari o'zi kichkina bo'lsa ham beshigingni tebratgan, uylanib, hamma narsa esingdan chiqdi, katta yigit bo'lib. Esingdan chiqarmagin. Sen uchun opang bechora umrini hazon qildi. Shu yoshga kirguncha opang seni deb turmushga chiqmadi. Ko'zingni ochib ol, opangni xor qilsang, ikki dunyoing xor bo'ladi. Siylay rahimni uzgan odam jannat tugul, jannatning eshigiga yaqin yo'lamaysan. Ko'zingni ochib ol, do'stim. Yaxshi ham sen borsan. Sen bo'lmasang, men to'g'risi ancha ziyod. Boringga shukur do'stim, meni kechir do'st. Sen kechirimni mendan emas, borib opangdan so'ra. Baxtim ekan yonimda